Akamiz bu uyni sotish uchun emas, o'zlari yashash uchun qurgan ekanlar. Mana mana shu devoldagi tiyagalarni ko'ryapsizmi? 100% gipsdan qilingan. Shuni o'ziga 50 milliondan oshiq pul ketgan ekan. Bu uy ancha qimmatga tushgan, lekin siz undan ancha arzonga olishingiz mumkin. Xonadonimizda to'g'ri 3 sotixga qurilgan bo'lib, hovlisi ham kengina, hovlida alohida oshxona qilingan va undan tashqari o'zini 14 metrlik podvollari ham bor. Qarang, uyimizning ichiga kirib kelishimiz shunaqa kengina yo'li, patologlarni balandligini ko'ryapsizmi? Shunday kirdik, chap tomonimizda bitta katta mehmonxonamiz va ro'parasi bo'lsa, ikkinchi xonasi yana bitta mehmonxona. Uyimiz radiator hamda to'pli pol asosida isitiladi. Keling, mana bu yoqdan bir chekkadan ko'rsatib beraman. Bu birinchi xonasi, detskiy, ya'ni bolalarga yotoqxona qilib ketilgan. Shuni yonida bo'lsa, kattalar uchun yana bitta alohida yotoqxona qilingan. Ha, aytmoqchi, bu uyimizni orqa tomonida o'zini qo'shimchasiga yana orqa hovlilari ham qilib ketilgan. Va bizada 5-xonamiz yotoqxona va oxirgi 6-xonamiz kattalar uchun mo'ljallangan yana bitta yotoqxona. Uyimiz hali yangi, akamiz ham o'zlari 100% ko'chib kelishga ulgurmagan ekanlar va bu tomonda bo'lsa kattagina umumiy yuvinish xonalari ham qilib ketilgan. Xonadonimizning remonti sizga yoqdimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Uyimiz Kiles G'iyos Umarovda joylashgan, narxini $130 ming so'rayaptilar. Yaxshilab savdolashing, yana kelishtirib beradi. Egalarining nomeri pastga yozib qoldiramiz. Lokatsiya Telegram kanalimizda.